Assalomu alaykum barchaga. Demet tizimida ishlash va kompyuter savodxonligi bo'yicha imtihon, test topshirish simulyatsiyasini variantlarini yana ko'rib chiqamiz. Ikkinchi qism birinchi savol. Reembursatsiya retseptida tabletkalar chiqarish shakli bo'lgan preparatni bemorga qancha miqdorda yozish mumkin? A javob 10 dona, B javob 20 dona, C javob 30 yoki 60 dona, D javob 100 dona. To'g'ri javob bu yerda 30 yoki 60 dona. Shifokor yoki amaliyotchi hamshira bemorni ko'rigini boshlash uchun qanday harakatlarni qilish kerak? A javob faqat bemorni chaqirish, B javob qabullar aktiv bo'limida bemorni topish va qabulni boshlash. C javob faqat yangi epizodni yaratish, D javob faqat navbat qilmoq. Bu yerda to'g'ri javob qabullar aktiv bo'limida bemorni topish va qabulni boshlash. Shifokor boshqa mutaxassisga yozilgan bemorni qabul qila oladimi? A javob yo'q, B javob faqat direktor ruxsati bilan, C javob ha, D javob faqat statsionar uchun. Ha, qabul qila oladi. To'g'ri javob C javob. Bemorni vaqtga emas, balki jonli navbatga yozish mumkinmi? A javob yo'q, B javob natural holatlarda, C javob ha, faqat joriy sanaga, D javob faqat direktor tasdig'i bilan. Albatta, jonli navbatga yozishi mumkin joriy sana bilan. C javob. Shifokor ko'rik paytida bemorni boshqa mutaxassisga yo'naltira oladimi? A javob yo'q, B javob faqat admin orqali, C javob ha, uchrashuv tugmasi orqali. D javob faqat tugatgandan so'ng. Ha, albatta, bemorni boshqa mutaxassisga yo'naltirish mumkin. Buning uchun uchrashuv tugmasi orqali kerakli mutaxassisni topib, familiyasini ularga yuboriladi. To'g'ri javob C javob. Qanday davolash turi bilan yo'naltirish uchun direktor tasdig'i kerak emas? A javob statsionar, B javob ambulator, C javob reanimatsiya, D javob kirish. To'g'ri javob ambulator. Davolash uchun direktor tasdig'i shart emas. Gospitalizatsiya yo'naltirishsiz bemorni statsionarga rasmiylashtirish mumkinmi? A javob ha, B javob faqat telefon bilan, C javob yo'q, D javob faqat direktor tasdig'i bilan. Yo'naltirishsiz bemorni statsionar rasmiylashtirish mumkin emas. To'g'ri javob yo'q. Bemor profilida qanday ma'lumotlarni ko'rish mumkin? Faqat shaxsiy ma'lumotlar, faqat manzil va aloqa, faqat hujjatlar. Barcha javoblar to'g'ri. Bemor profilida barcha ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan to'g'ri javob barcha javoblar to'g'ri. O'tkazilgan skrining ma'lumotlarini tahlillash mumkinmi? A javob ha, B javob yo'q, faqat admin ruxsati bilan, D javob faqat agar xatolik bo'lsa. Skrining ma'lumotlarini tahlillash mumkin emas, yo'q. B javob to'g'ri javob. Bemorning antropometrik ma'lumotlari qayerga kiritiladi? A javob profil sahifasiga, B javob murojaat epizodidagi antropometriya bo'limiga, C javob laboratoriya bo'limiga, D javob faqat statsionar kartaga. To'g'ri javob murojaat epizodidagi antropometriya bo'limida kiritish mumkin. Shifokor bemorning ko'rik tarixini ko'ra oladimi? A javob yo'q, B javob faqat admin ko'rib beradi, C javob ha, ko'riklar bo'limida, D javob faqat direktor ruxsati bilan. To'g'ri javob ha, ko'ra oladi. Xodimlardan kimlar reembursatsiya retseptlarini yoza oladi? A javob hamshira, B javob laborant, C javob oila shifokori, D javob administrator. To'g'ri javob, adashmasam, oila shifokori. Bemorni patronaj rejasiga qo'shish uchun qanday harakatlarni qilish kerak? A javob telefon qo'ng'irog'i, B javob
patronaj rejalashtirish bo'limida bemorni topish va maqsad ko'rsatish. Javob: faqat patronaj hamshirasini chaqirish. Javob: faqat admin orqali. To'g'ri javob: patronaj rejalashtirish bo'limida bemorni topish va maqsad yo'naltirish. Bemorga bir vaqtning o'zida bir nechta analizlarni tayinlash mumkinmi? Javob: yo'q. Bu javob faqat bitta analiz. Javob: ha, turli guruhdan bir necha analizlarni tanlash mumkin. Javob: faqat laboratoriya ruxsati bilan. To'g'ri javob: ha, turli guruhlardan bir nechta analizlarni tanlash mumkin. Fizioterapevtik kursni qo'shish uchun nima qilish kerak? Yangi davolash kursi sahifasida davolash rejasini qo'shish tugmasini bosish. Faqat admin murojaat qilsin, laboratoriya xulosasi kerak, faqat shifokor ruxsati. Yangi davolash kursi sahifasida davolash rejasini qo'shish tugmasini bosish. Xudoga shukr, hamma javoblarimiz to'g'ri chiqdi. Videomiz manfaatli bo'ldi degan umid qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.